Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, do'stlarimiz, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun Andijon mashina bozoridan qiziqarli mashinalarni video olganmiz. Ya'ni Malibu 1-2 larni puli arzon Premier, xullas 1, 2, 3 pozitsiyasigacha olganmiz. Do'stlar, bu yo'g'iga like bosib, albatta kanalimizga obuna bo'lishingizni esdan chiqarib qo'ymanglar. Fikringizni kommentariylarda qoldirib o'tishingiz mumkin. Videolarimiz juda qiziq bo'lgan. O'tkazmasdan ko'rishingizni maslahat beraman. Sababi sizlar izlagan mashinalar o'tib ketib qolmasin do'stlar. 2016 mashinalarni ham daji arzon narxda chiqarganmiz. Qani bo'lmasa videolarimizni boshladik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Arzon bozor kanalida sizlar bilan Muhammad Amin. Qani ketdik. 2013-yilda ishlab chiqarilgan Malibu 1ni ko'ringlar akalar, pulini arzonroq qilib beraveramiz deyilyapti. Mashina holatini ko'ringlar. Bu barterga o'tib qoldimi sizlarga? Balonlar yaxshi, diskalar o'ziniki. Birinchi pozitsiyada konditsionerli ekan akalar, yomon ekan, realni 188 ming yurgan. Salon holatlari ham yaxshi, chiroyli holatda turibdi. Orqa oldalarini bitta ochib ko'rsatib o'tamiz. Malibu 1da 1 akalar. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Orqasi beki ekan, metanmi bu? Orqasi beki ekan buni. Kraskasi qanaqa? Ikki joyda petimiz bor, eshigida katta o'tirg'ach petimiz. Ikkita detalli petno xolos. Qolgan joy tozami? Toza, karnizda bor endi, Karnizda ham bor. 2 to'rli atmosferniy motor, 4-pokoleniyada metanlar qo'yilgan. Xo'p, motor korobka hadovoylarni ishini olib sarflab yurmaydi. Yo'q, konditsionerlar. 188 ming o'zini probegi ekan. Endi bilmadim, uni olganman. Ha, tekshirtirmas probegini. Yo'q, tekshirtirganim yo'q. Xo'p, pulini arzonroq aytaylik. Dolasi 9 ming deyapman, tushib beramiz, kelishtirib beramiz. 9 ming. Ichida balat aytib qo'yapsiz, sheb yengilroq qilib ayting. Necha pul qilib beraylik? 8 dan o'tib bering. Yo'q, 8 8 cha tepasida beramiz. 8 ustidami? Ha. 8 ni ustida ekan. Endi telefon qilib ko'rasizlar, yana bizga xom savdo, sizlar naqd pul bilan kelsanglar, chiroyli qilib yo'lda qilib. Bor, nasib savdomiz bor. Nomda gengrani beramiz. Nomeringiz 88 447 67 67 67 67 raqamlariga telefon qila olasizlar. Mashinani ko'rdinglar mana. So'zsanglar yaxshi ekan lekin. 2012-yilda ishlab chiqarilgan 3-pozitsiyasidan, ya'ni Malibu 1da full pozitsiyasi akalar. Ko'ringlarchi, farlarning daji yuvadigan funksiyalari ham bor. Xo'p, diskalar o'ziniki, balonlar yaxshi holatda. O'rtacha endi almashtiradigan vaqtlar kelyapti. Sidina almashtirilganmi? 211 sidina qilingan ekan. Menimcha kattaroq odam mingan shekilli sal cho'ktirilgan. Mashina ham akalar ancha, xullas ko'rib turibsizlar, elektropaket sidina. O'ziniki ham elektro bo'ladi, lekin ishdi. Xullas Mers rul akalar. Tablosi ham o'zgartirilgan. Salonlari ham mana zamish qilingan, alkantarami, zamishmi, xullas patologlarigacha e'tibor berilgan ekan mashinada, lekin probegini ko'ra olmadik akalar. Salonlari yaxshi. Qancha yurgan? 280. Shunkalar bo'lgan ekan, 280 ming yurgan. Orqa holatlarini ham bitta ko'rsanglar bo'ladi. 280 ming probeg. Orqalarini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Metanlari bor ekan, даже orqalarigacha obshivka qilingan ekan akalar. Qaranglar, chiroyli qilib. Yaxshi. Kraskasi bormi yo'qmi? Kraska bitta kriloda. Bitta krilo. Mo'l uchida petno bor, sapochokda petno. Bitta krilo to'liq, ikkita detalli petno. Xo'p, 2 to'rli atmosferniy motor bo'ladi akalar. Mashina bozorga tayyorlanmoqda. Bozor tayyorlanmagan, qanday bo'lsa shunday holatda turibdi. 200 qancha yurganingiz? 85. 285 ming yurgan. Motor korobka hadovoylarni ichi rafsotlari yo'qmi? Yaxshi, pulichi? Shunchasi 10.450. 10.450 kami bor. Osmon ham joylar. Variant bera olasizmi yo naqdmi? Faqat naqd puli sotiladi. Telefon raqamlar 93lik 153 3300 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Mashina holatlarini ko'rdinglar. Malibu 1larning oxirgi avlodlaridan 2016-yilda ishlab chiqarilgan akalar. Ko'ringlarchi, Metallica svetda 2016. Xo'p, holatlarni aytadigan bo'lsak, 3-pozitsiya diskalar qo'yilgan, balonlar o'rtacha holatda. Ichlari ham 3 qilingan. Ya'ni akalar elektropaket sidina qo'yilgan, salonlar polni qoraytirilgan. 234 ming yurgan. 234 ming yurgan mexanika akalar. Salonlar polni qoraytirib, elektropaket sidina qo'yib, tayyorga ruxsati bor? Tayyorga ruxsat. Tayyorga ruxsati bor.
Orqa obshivka, orqa holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi mana akalar. Metallika svetda. Aha. Orqalarni ko'rsatadigan bo'lsak, propan gazlar. Xo'p, holatlari yaxshi. Abdulbosit aka oxiri sotibsizda mashinani. Omatana aka, yaxshi ekan. Motor korobka hada qo'yilishi yo'qmi? Hamma yo'g'iga javob. 240 temaga. 240 atmosferniy motor, 4-pakelinada gaz. Xo'p, kraskasi-chi? Orqa kirishlarni kapotda. Orqa krilo kapotda bor, qolgan joylari toza. Pulichi? Buni pulini do'stim, xohlasa 8600 dollarga berib olsa bo'ladi. 8600 bozorda endi o'tadigan joylari bordir. Yo'q. Narxini 8600 berilishimi? 8600 ga berilishi akalar. Kimga olsa telefon qilamiz, raqamlaringiz? 90lik, 90lik 700 700 00 00 90. 90 ushbu raqamlarga telefon qila olamiz akalar. Mashina holatini ko'rdinglar. Aha, 2014 akalar 123 ming kilometr yurgan 3-pozitsiyani ko'ringlarchi. Balonlari yaxshi, diskalari o'ziniki. Xo'p, salon holatlarini aytadigan bo'lsak, o'zingizlar bitta ko'rib baho berib qo'yasizlar. Probeg qancha ekan? 123 ming 208. 123 ming yurgan. Malibu 2 rollar qo'yib qo'yilgan ekan. Salonlari ham chiroyli holatda turibdi. Elektropaket sidinalarda. Mashina yaxshi ekan lekin akalar, akkuratniy berilgan ekan. Shumkalar qaytadan qilingan ekan. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Orqasini ham bitta ochib ko'rsatib o'tamiz. Gazlar propan. Orqasi ham pokiza holatda turibdi. Propan gazlari bor ekan. Tonirovkasi ham. Bu tonirovkasi bormi buni? Tonirovkasi yo'q aka. Sonzashniymi? Sonzashniymi? Qorayibroq turibdi. Aynan shunaqa. Xo'p, aha, 240 atmosferniy motor, 4-pakelinada gaz, mashina holatlariga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Xo'p. Kraskasi qanaqa edi buni? Kraskasi toza. Toza. Pulichi? Puli 12400 dan kelishamiz. 12400 kami bor. Variant nasiya bormi yo naqmi? Shunaqa 1-2 ming yetmay qolsa biror oyga kelishamiz. Yengilroq nasiya bo'lsa kelisha olamiz, a? Kelishamiz. Xo'p, telefon raqamlaringiz? 95lik 95 156 156 4950. nechi? 4950. 4950 raqamlariga telefon qila olasizlar akalar. Mashina holatlarini ko'rdinglar. Aloqa qilib olasizlar. Malibu bir so'ragan obunachilarimiz bo'lsa akalar, ko'ringlarchi, kam yurganidan, endi kam yurgani ham qanday? Bu mashinalar yiliga nisbatan o'zi kam yurgani bo'lib qoldi bular akalar. 100 mingdan oshiqroq yurgan ekan. 2012 3-pozitsiya, farlar yuvish funksiyalari ham bor, balonlari almashtiriladigan vaqtga kelyapti. Bo'ldi. Qo'yamiz hammasini akalar. Mana bir chekkadan mashinalar chiqyapti qo'ygani e'longa. Elektropaket sidinalarda yurgani 107 ming akalar. 107 ming yurgan. Salon holatlari ham akkuratniy chiroyli holatda turibdi. Avtomat korobka, klimat kontrol, kruz kontrol, monitorlarigacha bo'ladi mashinada. Oldilarni ham bitta ochib ko'rsatib o'tamiz. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Holatlari yaxshi. Orqalarini ham bitta ochib ko'rsatib o'tib ketamiz. Orqada narsalari bor ekan, propan ekan. Orqalari ham akkuratniy holatda. Propan. Shumka bo'lgan ekan-a? Bo'ldi. Shumka bo'lgan ekan-a, bu polni. Polni shumka bo'lgan. 240 atmosferniy motor, 4-pakelinada gaz. Olib sarflaydigan joyi yo'q-a? To'g'risi yo'q ekan. Kraskachi? Kraskaga bitno bor ekan. Nechta detal? Bitno bor ekan. Bitta detalda petnosi bor xolos. Qolgan joylari toza. Mana shu yerda bitno bor xolos aka. Qolgan joy toza aka. Yaxshi. Pulichi aka buni puli? Aka bo'ladigan aka umr 8 ga bo'lsa telefon qilishaversin aka. 11800 uzil kesildi magazin bahosi. Magazin bahosi aka. Yaxshi, 11800 ekan akalar uzil kesildi. Kimga olsa telefon qilamiz. Nomeringiz nechi edi? 93lik 93lik 941 941 99 99 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Mashina holatlarini ko'rdinglar. Bozor o'zi necha pul qilyapti aka? So'rashyapti, yog'i so'rab kelishyapti. Telefon qilsa kelishilarada. Xo'p bo'ladi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan Malibu 1da oqadan akalar. O'z mingan mashinani foydalanishganmi? O'z mingan.
Tog'amiz o'zini mingan mashinalar ekan, balonlar o'rtacha holatda, diskalar o'ziniki akalar. Salon holatlarini aytadigan bo'lsak, mashina birinchi pozitsiyada, bitta o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Probegi 129 ming. 129 ming o'zinikimi tog'a bu? Tekshirtirib ko'rsatib olaradi, bemalol. 129 ming yurgani ham yaxshi ekan mashinani. Birinchi pozitsiya metallarga qo'yib qo'yganmiz deyilyapti. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Holatlari yaxshi ekan mashinani. Metan gazlari bor tayyor. 5 talik bu 100 talikmi yo 90 talikmi? 100 talik. Polni bilan qancha yurasiz? 230 shahar ichimi yo danlimi? Shu shahar atrofida 230 gacha yurar ekan. Endi bu ham minishga ham bog'liq. Yaxshi. Gap yo'q. 100 mingga to'ladi. 100 mingga to'layapti. Xo'p, 13 pokoleniya gaz, 2.0 atmosferniy motor, o'sha bir xilda Malibu birlardan akalar. Kraskasi tog'a buni? Bitta eshikdami? Ha, 2 oy ishga o'tib qolgan. Stokasiga o'tmaganmi? Stokasiga o'tmagan. Motor korobka hadovalarda ishi yo'q-a? Hamma yo'g'i zo'r. Puli qancha? 9,5 ming deyapman. 9,5 kami bor. Variant nasiyalar bormi yo naqdmi? Qancha bersa olinadi variantga? Primer 5 ming bo'lsa. 5 ming puli bo'lsa, variant orqali kelishsa bo'laradi. Mashina qilsa olamiz. Ha, barterga bo'lsa, mashina bo'lsa kelishsa ham bo'laradi. Telefon nomeringiz? 99 786 787 76 11 11 76 11. Ushbu raqamlarga telefon qila olasizlar akalar. 129 ming yurgani mana. Bozor necha pul berdi endi oshto'g'a? 89 ga bermadingizmi? 8400 ga bermayapti. Ha, 8400 ga. Bozor akalar 8400 dollar beribdi, berilmabdi. Mashina qo'shsa kelishilar ekan, telefon qila olamiz. Hop, akalar, Dashinga qiziqganlar bo'lsa, 2023-yilda ishlab chiqarilgani Jetour Dashin akalar. Ko'ringlarchi, balonlari yaxshi holatda, diskalari o'zini zahmatsiz qo'yi. Balonlari ham yumshoq balon qo'yilgan ekan, lekin yumshoq bo'larmikin bu degan savol bor. Eng qizig'i akalar, probegi hech qancha yurmagan ekanda. 11 ming dedingizmi yurganini? 12 ming yurdi. Alisalari ham bor. 12 ming yurgan akalar. Gapirib ketaveradi. Muzikani pastlatib, Ha, alisalarigacha qilib qo'yilgan. Demak, ruchkaga o'tkazilgan bo'ladimi shunda? Panoramalari bor. Kraska tegmagani? yo'q, hozir. Xullas akalar mashinada yo'q narsani o'zi yo'q, ko'rib turibsizlar, elektropaket, abduflari ham bor, sovutadi, isitadi. Gap yo'q akalar. Inshaalloh biz shu yaqin obunachilarimizga hammalariga nasib qilsin. Shunaqangi yangi pokiza mashinalarni olib minib yurish ko'rib turibsizlar. Orqasidan ham sovutami uni? Temperaturalari bor ma'lum. Ko'rsatib ketadi. Gap yo'q. Boshdan ichidagi. Yo'q, Dashinning shunaqa funksiyalari bor ekan, biz bilmay yurgan ekanmiz-da, akalar. Bagajlar elektropaket. Xo'p, bu 1.5 turbinami yo 1.6mi? 1.6 turbina bo'ladi. Eng fulli mana shu. Kraskasi toza 11 ming yurgan 23. Puli qancha buni? 22800 dan beradi. 22800 kami bor. Salonda 31 ming dollarlik. Hozir ham salonda bor-a bular? 31 ming. Variant nasiyalarga nima deymiz aka? Variant mana shu chipchi yetmay qolganiga bir oyga kelishaveramiz. Mashina so'si ustiga gaplashilaveradi. Batarey kelisha olamiz, biz bir oygacha yengilroq narsa bo'lsa kelisha olamiz. Berish kerak bo'lsa beraveramiz. Olish Bizga kerak beradigan bo'lsa, bo'lsa beraveramiz. buni ham kelisha olamiz, ha? Kelishaveramiz. Yaxshi, telefon raqamlar? 90li Aha. 201 66 55 94li Aha. 795 66 55. Yaxshi, ushbu raqamlarga telefon qila olamiz do'stlar mana. Jetour so'ragan yaqinlarimiz bo'lsa, akalar X70 degani videoni ham o'zingizlar ko'rib turibsizlar, ya'ni mashina video bor. 2023 dedingizmi? 23 dedingiz-a? 23 39 ming yurgan, kraskasi toza. O, bu luxury emas-a? Yo luxurymi? Luxuryda bitta pasta deyapti akalar. Chivollar taqib qo'yilgan, chiroyli qilib qo'yilgan, tashab qo'yilgan. 39 ming yurgan deyilyapti. Mashinaning holatlari ham yaxshi, akkuratniy holatda turibdi. Elektropaket hamma yo'q, ishlab turibdi. Mashina chiroyli ekan lekin. Yaxshi minilgan ekan. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Mana akalar.
3-chi qator signallarni kimga kerak bo'lsa, shuni tiklab olsanglar bo'ladi. Hop. Gaz yo'g'i. Gaz pas qo'yilmagan 39 ming yurgan 23 kraskasi toza. Puli qancha buni? Qancha? 19900 kami bor. Variant nasiyalar bormi yo naqmi? Yarim puli bo'lsa bo'laveradimi? Yarim pulinglar bo'lsa akalar variant orqali kelishlar ekan. Kimga olsa telefon qilamiz, mashina holatini ko'rdinglar. Telefon raqamlaringiz 93 153 33 00. Ushbu raqamlarga telefon qila olamiz akalar. 19900 yana o'tadigan joylari bor ekan, variantga boshqacha kelishiladi. Bozor savdo qilmadimi? Savdo bo'lmadimi? Hali savdo bo'lmadi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Malibu birlarni akalar oqidan ko'ringlarchi. 2014 holatlarni aytadigan bo'lsak, petnosini boshidan o'tkazib aytib o'tib ketamiz. Mana shu yerda petnosi bor ekan, to'liq sepilmagan ekan. 3-pozitsiya full bo'ladi, balonlari yaxshi, diskalari o'ziniki. Endi karnizda ham kraska bor ekan, karniz kraskaga kirmaydi, uncha deyilyapti. Ko'ringlar akalar, qani o'zi buni nimasi, yili yozilgan joyi. 2014 ekan akalar mana. Birkasi 14, o'zi 13. Probegi 122 ming ko'rsatib turibdi tabloda. Elektropaket. Elektropaket sidina avtomat korobka bo'ladi, klimat kontrollarigacha bor. Mashina holatlari yaxshi. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Oybek. Orqasini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Mana akalar, propan gazlar. Xo'p, probegi necha yil ekan buni? 162 ming to'g'ri. 162 ming, tablo 122 ko'rsatib turibdi. 162 ming yurgan motor korobka hadovoylarda ishlayapmi? Mers hadovoy qilingan. Aha, hadovoylar qilib qo'yilgan. Pulichi? 11,5 dan o'tib beramiz. 11,5 kami bor. Variant nasiya bormi yo naqmi? Tartiri bor. Har tomonlama kelishsa bo'ladi. Variantga qancha bo'lsin, yarim bo'lsa bo'laveradimi? Iloji sizga ko'proq bo'lsa yana emas. Yarimdan ko'proq bo'lsa akalar yaxshiroq kelishlar ekan. Telefon raqamlaringizni aytishinglar. 94 ling 94 ling 388 388 70 07. 7007 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Mashina holatini ko'rdinglar. Aloqa chiqarasizlar. Bozor nechi bu yerda? Bozor har xil beryapti. Telefon qilsa kelishlar oladi. 10 ni pastga kelish bo'lmaydimi? 10200 ga mo'ljallangan so'rashlar. 10200 ga foydalanishga bermadingiz. Yaxshi. Malibu 2 so'ragan yaqinlarimiz uchun ko'ringlar akalar, 2022 Premier pozitsiyada 77 ming kilometr yuribdi. 22 deysiz aka buni. 22-77 ming yurgan, kraskasi tozami? Kraskasi toza, balonlari yaxshi holatda, diskalar o'zini zavodskoyi. Mashinaning turishini qaranglar akalar. Tayinlovga ruxsat bor-a? Tayinlovga ruxsat bormi? Tayinlovga ruxsatlari bor, elektropaket sidinlanadi akalar. Malibu 2 ni full pozitsiyalaridan Premier pozitsiya akalar. XL dan ko'ra ko'proq Premierga qiziqishadi ko'pchilik. Sababi nima aka? XL dan ko'ra Premierga qiziqishadi ko'proq. Koreyskiy Xitoyligida akalar gap. Men o'zim aytib qo'yaveray. Xo'p, orqasini ham bitta ochib ko'rsatib o'tib ketamiz. Orqa narsalari bor ekan. Benzinmi bu aka? Gaz yo'q-a? Gaz yo'q. 100 ga qancha rasxod qilar ekan aka? 15 atrofida rasxod qiladi, lekin undan kam emas. Ko'pchilik 10 ta 12 ta deydi, u yolg'on gap, lekin endi 2 turbina motorga akalar unaqa rasxod qilishi juda qiyin. Agar gaynat qiladigan bo'lsanglar, normalniy bosib qo'yaveradi mashina. Puli qancha? 25,5 kami bor. Variant nasiya bormi yo naqmi? Faqat naqmi. Telefon nomeringiz-chi? 77 021 9009 raqamlariga aloqaga chiqaramiz akalar. Mashina holatlarini ko'rdinglar. Malibu 2 larni sal ekan amishnidan ko'rsating degan yaqinlarimiz bo'lsa, 1,5 turbinalik akalar. 2020-yilda ishlab chiqarilgan oqidan, kraskasi ham toza ekan. Balon holatlari yaxshi, diskalar o'ziniki. Beskulchovoylari bor. Salon holatlarini aytadigan bo'lsak, akalar, mexanika sidinalarda bo'ladi. Sidina almashtira olish ham muammo emas. Xo'p, klimat kontrol, kruz kontrollari bor, panoramalari bor. Salonlari ham, lekin buniki ham chiroyli ancha. Xo'p, old orqasini bitta ochib ko'r, oldini ja ochish shart emas, 1,5 turbina deyilyapti. Orqalarini ochib ko'rsatib o'tamiz.
kraskasi toza deb aytib o'tilyapti. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Qancha yurgan edi bu? 93 ming yurgan. Kraskasi toza 20. Xo'p, gaz bormi yo'qmi? Ha, propan zapaskani o'rnida joylashgan. Yaxshi. Aka, buni pulini bir kelishtirib yo'lda qilib aytaylik endi. 18200 deyapti, tushib beramiz. 18200 kami bor. Variant nasiyalar bormi yo naqmi? Uzoq emas, 1-2 oyga beraveramiz. Yaqinroqqa bo'lsa, yengilroq bo'lsa, Ha, ha. kelishsak bo'laveradi. Bo'laveradi. Xo'p, telefon nomeringiz-chi? 90lik 90lik 217 217 60 60 raqamlariga telefon qilaveramiz do'stlar. Mashina holatini ko'rdinglar. Bozorni necha pul qilyapsiz bo'lmasa? berishyapti. Telefon qilsa kelishadi. Yaxshi. Primeridan minaman degan yaqinlarimiz bo'lsa, akalar ko'ringlar, 22 kraskasi tozami? 22 toza. 152 ming. 134 ming. 134 ming yuribdi mashina, 22 mashina. Balonlar yangi qo'yib qo'yilibdi, diskalar o'ziniki. Salon holatlarini aytadigan bo'lsak, elektropaket sidinalarda probeg 134.247, 134 deb berasizlar. Panorama, klimat kontrol, cruise kontrol, elektropaket sidinalarda. Xo'p, yana nima bu mashinada? Daji abagrev abduf ulas bor. Hozir o'yda akalar 77 ming yurganini oldiga. Endi bunisi 134 ming yurgan ekan. Bu orasidagi raznisani bitta farqlab olish imkoniyati kengroq bo'ladi. Qaysi biri yaxshi aytayapti, yo'lida aytayapti deb. Gaz pazi yo'qmi buni? Gaz qo'yilmaydi. Benzin ekana. Xo'p, rasxod kamiga propan qo'yiladi. Ko'pga qo'yilmaydi. Nimaga? Tortmay qoladimi? Binada yo'llar. Gap yo'q. Aka 134 ming yurgan, kraskasi toza 22 primer. Puli qancha buni? Tayyorga ruxsatlari bor. Ha, balonlarni ham ko'rsatdik. Pulini 23 mingdan tushib beramiz. 23 ming kami bor. Variant nasiya bormi yo naqmi? Kelishaveramiz 1-2 oyga. Uzoq 2 oygacha yangiroq nasiya bo'lsa kelishilaradi. Telefon nomeringiz? 54 ming yetmasa kelishaveramiz. Aha. Telefon nomerimiz 97 97 052 052 10 10 raqamlariga telefon qilaveramiz do'stlar. Holatlarini ko'rdinglar. Savdodan hech pul bo'ldi endi aka sir bo'lmasa. Savdo qilishyapti. 21,5 ming qilishdi. 21,5 ga naqqa bermadingiz. Qo'shsa kelishiladi. Xo'p, bo'ladi. Akalar, bu bozorda Malibu birlarning yangiroqlaridan, ya'ni oxirgi avlod 2016lardan chiqib qolibdi. Bu ikkinchisi adashmasam 2016 akalar. Xo'p, Malibu birda oxirgi paysiz. Bu 16 ga 16 mi yo 14 ga 16 mi? Aha, texpasport 16. Xo'p. O'zi 13 ekan shekilli buni. Ha, ular sotilgan yili 16. Aha, probegini ko'ra olmay qoldim. Necha yurgan edi? 113 ming yurgan 2016. Kraskasi tozami? Toza. Kraskasi toza. Benzinda yurgan qiziq. Orqalarini ham bitta ko'rsanglar bo'ladi mana. Salonlari ham yangi holatda turibdi. Mana akalar, pollarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Benzinga 100 ga qancha rasxod qilar ekan? 8 ta. Bu ham minishga bog'liq, lekin xo'p, motor holatini ko'rsatib o'taylik. Undan keyin qizig'i narx qoladi. 2.4 atmosferniy motor, xullas mashinada hamma narsa bor. ABS konditsioner, gidravlika, benzinda yurgan mashina. Puli qancha aka? Buni aka 11800 so'rayapmiz, kelishtirib beramiz, xudo xolasa. 11800 kami bor. Ha. Variant nasiya bormi yo naqmi? Telefon qilishaversa aka. Kelishsa bo'ladimi? Variantga ham kelishsa bo'ladimi? Variantga boradi aka. Telefon qilishsa aka. Raqamlaringiz? 97lik 97 201 201 10 40 raqamlariga telefon qilaveramiz do'stlar. Holatini ko'rdinglar.